أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz ilgirki derslerimizde ötken 3 dersimizde kitabımızınki Abdur'unki mukaddimesi andinkin Ali Tantavi'ninki Şeyh Ali Tantavi'ninki kitapı yazıp bergen mukaddimesini o'qib o'tdik. Bu jarayonda ma'lum derecede ulumul Qur'onga munosabatlik tarixiy va boshqa taraflardan ma'lumotlarga erishgan bo'ldik. Endi biz bugun kitobning o'zini boshlaymiz. Kitobni boshlashdan ilgari biz oldingi saboqdoshlarga topshiriq shaklda kitobning bir xaritasini biz xarita deb ataymiz endi. Normal ilmiy atalgıda huddetul bahs yoki huddetul risale şekilde ataydı. Yani avtor kitapni yazgan vaqtida mangan bir yol var. Yani kitapni bir bölgen asasi mazmun, tarmak mazmun, andan keyin bala mazmun deb. Şu asasda saboqdoshlarımızga topshiriq şekilde yazdıgan, hamda hozir dersni boshlashdan oldida shuni bir eslatib o'tishda foyda var. Biz kitabımızı cho'ng ikki qismga bölgen bo'lgan. Birinchi qismda ulumul Qur'on haqida, ya'ni Qur'on va Qur'onga munosabatlik ba'zi mazmunlar haqida so'zlaydigan bo'lgan. Ikkinchi mazmunda andan keyin tafsirga o'tadigan bo'lgan. Birinchi Qur'on to'g'riliq ulumul Qur'on va ulumul Qur'on haqidagi mazmunlarning 3 bob bo'lib, birinchi bobi shu mazmunlarningki Qur'on haqida. İkinci babı Kur'an'ın toplanish tarihi hakkında. Üçüncü babı münasebetlik ulumul Kur'an. Gerçi ulumul Kur'an'ın hemmini tilga qilamiz, mesela Mekki, Medeni, Muhkem, Mutashabih, Qiraat degandek münasebetlik mazmunlarni o'qiydigan bo'lgan. Diqqat qilsanglar, hozir ekranda ko'rinib turgan El-Babul Awwal birinci bab Qur'on deganninki keynidagi katakchidagi bo'lingan nuqtalarga qarasanglar, jami 7 mazmun bor. Qur'on haqidagi mazmun birisi Qur'onning ta'rifoti, Qur'onning sifati, Qur'onning o'tmishimiz va kelgusimizdagi roli, Qur'onning ismlari, yuqoridagilarning hammasi birinchi mazmun. Ikkinchisi Qur'onning ismlari, fasl deb ataymiz buni, ikkinchi faslda. Üçüncüsü vahiy haqida to'xtalamiz. Dördüncüsü Qur'oni Karimninki tushish uslubi. Mesela Qur'on bizning payg'ambarimizga ilgari kitoblarga qarshi shaklda, o'xshamagan bir shaklda parcha holatda tushgan, bu to'g'rida so'zlaymiz. 5-chi mazmunda Qur'onning ichidagi oyat, suralar haqida ma'lumotlarni beramiz. 6-si Qur'oni Karimninki suralarininki 114 surununki növbeti biz kurvatqandek red tertibi meselesi bununki tevqifiymi yoki tevfiqiymi ma şekildeki yani istilahiymi. Andiken surunun içindeki ayetlerninki bugünkü biz kurvatkan şekilde redlenişi bulanın tevqifiymi yoki tevfiqiymi. Bu mazmunlar haqida so'zlaymiz. 7-si Qur'oni Karimning mo'jizligiga aloqador mazmunlar so'zildi. Hisobda biz bugun o'qimoqchi bo'lgan nuqta qaysi desa Qur'oni Karimning ta'rifoti va o'tmishimiz va kelgusimizdagi roli. Bu haqida to'xtalamiz. Men bu jadvalni sizlarga kitobga kirishning oldida bir quruq kitobning mazmunlari kallasida ijmoliy shaklda olsun, ixcham shaklda olsun, bir o'rnab qolsin degan shaklda ochdim. Anda olsa men kitobning o'zini ochay saboqdoshlar. Kitobda biz kitobninki birinchi bobi, avvalan birinchi qismi. Avval o'sha yerni ko'rib ma'ayli. Al-qismul avval biz kitobni nechiga bo'lgandik? 2 qismga bo'lgandik. Al-qismul avval al-Qur'on va ulumuhu. Qur'on va Qur'onga munosabatlik ba'zi mazmunlarni, ba'zi pallarni o'qiymiz. Yana takror desam saboqdoshlar, oldingi qitimliq Buhus nomli kitobimizni tilg'ab o'tgan. Boshqa pallarni ilmun nahvi, ilmus sarf, ilmul balag'a degandek shaklda ilm degan so'z bilan ifodalaydi.
şu pen degan gap ham hisobda. Ammo Qur'onga kelgan vaqtda ilmul Qur'on demaydi, ulumul Qur'on deydi. Chunki Qur'onga munosiblik penlar bir emas, ko'p pen. Masalan, Qur'oni Karimning aqallisi qiroatdan tortib, rasmul Qur'ondan tortib, masalan, tajvid masalan, tafsir masalan, buning hammasi Qur'on ichidagi mustaqil penlar. Bularning umumiy jug'langan holati andan ulumul Qur'on bo'lib, bular cho'ng bir kategoriyaning ichiga kiradi. Ulumul Qur'on qarmoqqa ko'plik shaklda Qur'on bilimlari degan shaklda tarjima qilinganda ko'ringan bilan shu to'plum holatda hammasi biroqlam jug'langan holatda bir panga vakillik qildi. U o'zim ulumul Qur'on. Ya'ni labzi yakkilik shaklda qo'llanadi, ma'nosi ko'plik mazmunlarni nima qiladi? O'z ichiga oladi. Tamam, bu yerdan kattag'unda bo'lsa, biz degandek avval biz ikki qism bo'lib olgandik. Ikki qismning birinchi qismini 3 bobga bo'lgandik. Birinchi bobi Qur'on haqida bo'ladi. Abturdavada bu yerda sanatahaddasu fi hadal bab عن القرآن وتعريفه ووصفه وخلوده ودوره في حفظ لغتنا والإبقاء على أمتنا وإصلاح أوضاعنا ونهضتنا وكونه مثلا كونه دستور المسلمين وأن أسماء القرآن وأن ظاهرة الوحي وأن نزوله منجما وأن آياته وصوره وإعجازه. Muşu abzasından üzüldülam biz bu babni 7 peslige bölüyotimiz hesapta. Bizden qarasanlar biz bu babda Qur'onning ta'rifati, Qur'onning sifati, Qur'onning manguligi, Qur'onning tilimizni saqlashdagi va ummatimizning baqosi to'g'risidagi roli haqida va vaziyatimizni isloh qilish va bizning gullanishimiz va Qur'onning musulmonlarning dasturi bo'lish haqida so'zlaymiz. Ma birinchi fasl bo'lib qolsa, ikkinchisi an asma'il Qur'on, Qur'onning ismlari haqida so'zlaymiz. Bu ikkinchi fasli. Va an zahiratul vahyi, bu uchinchi fasli. Masalan, va an nuzulihi munajjaman, bu Qur'oni Karimning parcha tushish haqida so'zlaymiz. Qur'onning oyatlari suralari haqida va i'jazihi, Qur'onning mo'jizaligi haqida deb hisobda 7 fasli, 7 fasl mushu yuqorqi bir kichik abzasning ichida qana qilingan o'z ichiga oldirilgan savoqdoshlar. Andan kelayli al-fasl al-awwal, birinchi fasl Qur'oni Karimning ta'rifati haqida. Qur'oni Karim degan nima bu nuqtada lug'atan, istilohan hamma nuqtadan tushimiz va Qur'oni Karimning sifati va bizning o'tmishimiz va kelgusimizdagi roli haqida qana qilamiz, to'xtalamiz savoqdoshlar. Oldi bilan gaplardan boshlaymiz. Ta'rif al-Qur'onil Karim, Qur'oni Karimning ta'rifatidan boshlaymiz gap so'zimizni. Al-Qur'on huwa kalamullohil mu'jiz va vahyuhul munazzal ala nabiyhi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi va sallam al-maktub fil masahib al-manqul anhu bit-tawatir al-muta'abbad bi tilavatihi. Endi Qur'oni Karimni tunishtirgan nurg'un ta'rifatlar bor. Men o'ylayman, mushu Abturningki, Shayx Sabbag'ningki keltirgan mush ta'rifati biroz hamma ta'rifatlarning ichidagi muvofiq gap so'zningki mundaliq mantiqiy nuqtadan jami' mani deb qo'yamiz. Ya'ni masalani to'liq yuritgan, boshqa mazmunlarga ehtimol kelmaydigan, kam yeri yo'q bir shaklda tunishtirilgan ta'rifat hisoblanadi. Menimcha nihoyatda go'zal ta'rifat. Boshqa kitoblarda masalan ba'zilar qisqa 2-3 og'iz gap bilan ta'rif qiladi, ba'zilar yomon uzatib o'tadi. Qarasanglar ikki qur nihoyat oddiy shaklda, ammo gapningki oldi-keyini nihoyat qana shaklda moslashgan, hech qanday bir kirvelish ehtimoli va mazmunlar yo'q, qilib qolgan mazmunlar yo'q, bir shaklda tunishtirilgan. Mana shaklda tunishtirilgan savoqdoshlar. Va huwa kalamulloh. Qur'on Allohning kalomi degandan keyin agar mushaytlam to'xtasak, Allohning kalomi deganning ichiga kimlar kiradi? Masalan, Qur'ondan boshqa Tavrat, Injil, Zabur va undan boshqa payg'ambarlarga tushgan kitoblari kalomullohning tahtiga kiradi. Tamam, kalomulloh insonning gapini, jinlarning gapini va malaikalarning gapini hammasini chiqarayotgan bo'lsin, lekin Qur'ondan boshqa kitoblarni o'z ichiga oladi.
el-mu'ciz bilen qolganlari qanday ketib qoladi? Qur'ondan boshqalari chiqib ketadi masalan. Ve vahyuhu el-munazzal. Yine Qur'on Allah'ninki Allah'ın Peygamberi Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürülgen vahiysi degenden keyin Resulullah'tan başka peygamberlerge düşürülgenlerini bu yerde çıkarıldı. El-mektub fil mesahif. Ama Peygamber Aleyhisselam'a düşürülgen degan gap bilan bu yerda noktalık bizning chiqaradiganimiz nima desanglar, Allah'ның Resulullah'a bizlarga tushamagan kalomi bor masalan. Qur'onlar emas masalan. Qur'on faqat bizga tushgan. Qur'ondan boshqa Allohning kalomi bo'ladi. O kalomi Qur'on emas. Man chiqarib o'tadi. An Resulullah'a tushganning hammasi Qur'onmi desa, yo'q. El-mektub fil masahib. Çoxum Qur'onlarga, mushaflarga yozilganlari. Yozilmaganlari, şu masalan yozilmaganlari degan gap bu yerda mansux bo'lganlari va tushib bo'lib mansux bo'lib ketganlari va bular demakchi el-manqul anhu bit-tawatur. Resulullah'dan mutawatir yo'llar bilan naql qilingan. Balkim ulumul hadisda o'qidinglar. Hadislarning rivoyat qilinish yo'llarida hadis nechiga bo'linadi? Ikkiga bo'linadi. Birisi mutawatir hadislar, yana birisi ahad hadislar. Qur'oni Karimninki naql qilinishining mo sharti mutawatir bo'lish. Endi ba'zi oyatlar va oyatlar demay, hisobda qiroatlar va mutawatir emas. Bularni Qur'on hisoblaga olinmaydi. Bularni namoz o'qiga olinmaydi. El-mutaabbad bi tilavatihi. O'qish orqali ibodat qilinadigan. Endi buningdan mazmuni qilib qolgan, ammo labzi mansux bo'lib ketgan bir qism oyatlar bor. Bular qanday ketib qoladi, chiqib ketib qoladi. Demak, yuqorqi bir necha xil qayd her ehtimolliklarning hammini chiqarayotgan shaklda Qur'oni Karimni bizga eng go'zal bir shaklda ifodalab berdi. Endi yuqorqi ta'rifatga qarata, ta'rifatdagi har bir qaydning biridan ifodasi bor ya. Tuvanda biz izohlama shaklda shu ifodalarni ko'rib o'taylik. Yaqtadina fahmu hada at-ta'rif sharha ba'd al-umur. Mushu ta'rifatni tushunish ba'zi ishlarni izohlashni bizni taqozo qiladi. Yaqtadina bizni taqozo qiladi. Fahmu hada at-ta'rif, bu ta'rifatni tushunish sharha ba'd al-umur. Bazı işlerini izohlashni taqozo qiladi. Birinchidan, oldiga yulduz belgisi qo'yilganlari muhim nuqtalar. Ta'rifatdagi kalamulloh degan so'zimizga kelsak, faqawluna kalamulloh. Meniki masalan men kelsak dedim. Nereden topdim o kelsak degan gapni? Faqawullohdagi fa shu xil mazmunni ifodalaydi. Biz nahvida voy fa taqib uchun andamada jiqgan do'qamasmi? Shu gapninki cho'qim tarjimada bir ifodasi bo'lishi kerak. Bizning kalamulloh degan so'zimizga kelsak, masalan, kelsak degandek mazmunni. Bu so'zimiz shuningga ishoratun ila anna, shuningga ishoratki, ma Qur'on Allohning kalomi degan bo'ladi. Allohning kalomi degan bu qayd bilan fakharaja bihadal qayd, shuni bilan fakharajadagi fa, shuni bilan bu qayd sabablik, bihadal qayddagi ba bilan ba sababni ifodalaydi. Bu qayd sabablik Allah'ın kalamıdan sırt, sıvah degan gap sırt, insonning so'zi, jinlarning so'zi, malaikalarning so'zi sirtiga qanday chiqib ketadi. Va qawluna, endi bizning el-mu'jiz degan bir so'zimiz bor yuqoridagi ta'rifatda. Bu so'zimiz isharatun ila anna hadal kalam, shuningga ishoratki, ma kalam biz tilg'ilayotgan, biz maqsad qilayotgan bu kalam insaniyetni ve cinni şunun o'xshini keltirishdan ojiz qildi. Bu Qur'onning mo'jizlik tarafi emasmi? Va sanufridu mavdu'al i'jaz bi faslin xos inshaalloh. Biz mo'jizlik temasini inshaalloh xos ayrim bir faslini mustaqil sanufrid degan gap ayrim mustaqil keltiramiz. So'zlaymiz bu to'g'risida inshaalloh. Va xaraja bi hadal qayd, ma qayd bilan hamda, ma qayd sabablik Allah'ınki Resulullah öz labzi bilan ifodalagan kalomlar chiqib ketdi. Nima chiqib ketdi? Hadis qudusi. Hadis qudusi to'g'risida qisqacha tushuntirish bersam, hadis qudusi mu Allah'ınki kalomi. Qur'on mu Allah'ning kalomi. Ammo Qur'onning mo'jizalik sifati va
Hadis-i Qudsininki Qur'onga o'xshash mo'jizlik nimasi yo'q, sifati yo'q. Sho'mayadagi al-mu'jiz degan so'zi hadis-i Qudsilarni qanday qilib chiqarib o'tadi yoki Rasulullohninki vahiysi, Rasulullohning vahiysi debdimi? Rasulullohninki hadislar odatdagi normal hadislar. Buni biz zimnan jihatda Allohning chunki vahiy emasmi? Kalomi deymiz, lekin Rasulullohning so'zi sifatida o'tirib qo'yilgan vahiy endi. Uningda mo'jizlik sifati yo'q. Bular chiqib ketadi u yerdagi al-mu'jiz degan so'zdan. Va qavluna undan keyin yana bizningki ta'rifatdagi va vahyuhul munazzal ala Muhammad. Allah subhanahu va taolaning Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushirilgan vahiysi degan gapdan ilgirki payg'ambarlarga tushgan ilohiy kalomlarni chiqarib o'tadi. Allah subhanahu va taolo malaikalarga shular amal qilish uchun insondan bir kishiga tushirish uchun emas, malaikalar o'zlari amal qilish uchun malaikalarga tushagan ilohiy kalomlar buningdan chiqib ketadi. Qay tarjima qilaylik? Va qavluna bizningki ta'rifatdiki va vahyuhul munazzal ala Muhammad. Allohning Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushirilgan vahiysi degan so'zimiz muhrij chiqarib o'tadi. Nimani? Lil kalamil ilahi. Ilahiy kalomlarni chiqarib o'tadi-ki, ilgari payg'ambarlarga tushgan. Va ilohiy kalomlarni chiqarib o'tadi-ki, allazi Allah uni malaikalarga liya'malu bihi shunga amal qilish uchun tushagan, la yunziluhu ala ahad min al-bashar insondan bir kishiga tushirish uchun emas. Ma kalomlarni bizning va vahyuhul munazzal ala Muhammad degan so'zimiz qanday qo'ydi chiqarib o'tadi. Biz yana va sanufrid mawdu'al vahy bi faslin khas. Vahiy temasini maxsus bir faslda ayrim mustaqil qanday qilamiz so'zlaymiz inshaalloh. Bu to'g'risida keyin so'zlaymiz. Endi Allah subhanahu va taolaninki vahiysi nihoyat ko'p savoqdoshlar. Allohning kalimatlari buning cheki yo'q. Qur'oni Karimda bu to'g'risida nima deydi? Qul law kana al-bahru midadan. Agar dengizlar siha bo'lgan taqdirda li kalimat robbi, Robbimning so'ziga lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat robbi walau ji'na bimithlihi madada. U Allohning Robbimning kalimalari tugashdan ilgari dengiz tugaydi. Dengiz siyah bo'lgan taqdirda shu siyah bilan Allohning kalomlarini qana qilish, yezish agar to'g'ri kelib qolsa, dengiz tugaydi, Robbimning kalimasi tugmaydi. Walau ji'na bi mislihi madadaki, hech dengizning o'xshini keltirsak, yana bir oyat bor. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun. Agar zamindagi butun daraxtlar qalam bo'lsa, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhur. Butun dengizlar va undan keyin yana butun dengizlarning 7 tasini, hozirgi bor dengizlardan 7 qat dengizlar masalan yana. Undan ortiq dengizlar buningga siyah bo'lsa, ma'nafidat kalimatulloh. Demak, men bir nuqta ibodatni azoq deb o'tdim. Qur'on bizga tushagan Allohning kalimasi. Bizga tushagan Allohning kalomi. Ammo bizga tushmagan oyatda deyilgandek net Qur'ondan najjahasi ko'p masalan Allohning kalimalari va bizga faqat Qur'onni tushadi. Oyatdagi va vahyuhul munazzal degan gapdan bizga tushilmaganlari qanday ketib qoladi, chiqib ketib qoladi. Ondan keyin al-maktub fil masahif al-manqul bit-tawatur al-muta'abbad bi tilawatihi degandagi maktub mushaflarga yozilgan degan so'z hadis-i qudsilarni chiqarib o'tadi. Payg'ambar alayhisolamning hadislarini chiqarib o'tadi. Bular kanat vahya minalloh. Allohdan vahiy, ammo Qur'onda yo'q masalan. Hadis-i qudsilar Payg'ambar alayhisolamning hadislarining ichida mutawatir emaslari bor. Ondan keyin walil ayat allati nasakhat tilawatuha. Tilovati mansux bo'lgan, Qur'onda yozilmagan manda oyatlarni chiqarib o'tadi chunki oxirgi shartda al-muta'abbad bi tilovatihi va undan boshqa va li ba'zil qiroat, ba'zi qiroatlarni chiqaritadiki, bu qiroatlar bizga ahad yo'li bilan naql qilindi. Bu to'g'risida inshaalloh qiroat babida tafsili o'qishimiz mumkin. Demak, endi savoqdoshlar yuqorqi Qur'oni Karimga berilgan ta'rifat men sizlarga bayatni deb o'tdim. Bu kitobda bo'lganlik shular emas. Biz boshqa kitoblardagi ta'rifatlarni ko'raylik. Ta'rifatlarning ichidagi eng o'rta hol, eng go'zal, eng mukammal shakldagi chiqqan bir ta'rifat. Bundan uzun ta'rifatlar va qisqa ta'rifatlar va uzun bo'lib qolsa ba'zi vaqtda ehtiyoj bo'lmagan so'zlar
sifatlar, qaydlar, ta'rifatlar qo'shilib qoladi. Qisqa bo'lib qolsa, ba'zi ehtimolliq mazmunlar ichiga qanaq qilishi mumkin, kirib qilishi mumkin. Shu ta'rifatlarning ichidagi eng yaxshisi mush deb qarashga bo'ladi hozircha. Endi ma ta'rifatda kelgan mutawatir deb bir gap bor. Yine bir takrorlash to'g'ri keldi buni. Deganimdek balkim ulumul hadisda o'qigan bo'lishi mumkin. Mutawatir degan nima desa, ma'lum bir xabarninki. Endi u xabar mayli payg'ambar alayhisolatu vasallamninki hadisi bo'lsin yoki Qur'oni Karimninki bizga naql qilinish ahvoli bo'lsin, mushuning bizga top-topdan rivoyat qilingan shaklda yetib kelishi va bu to'plarninki u qadar ko'p odamninki yolg'onga o'zaro kelishib ehtimoli yo'q darajada, nolga tushgan darajada bizga kelishi mutawatir bo'ldi. Abdurrahmon shu so'zni biroz go'zal bir shaklda ifodalamoqchi davotida bu yerda va mimma yanbaghi sharhuhu izohlashga tegishlik mazmunlarninki birsi tavatur so'zi bo'lib, bu ta'rifatda keldi. Mutawatir degan nima desa, bir top rivoyat qilgan narsa bo'lib, bu topninki yolg'onga kelishib olishi, o'rtaq kelishi odatda mahol. Yastahil degan gap odatda yastahil. Shu bu topninki o'ziga o'xshash topdan isnodning har bosqichlarida avvalidan oxirigacha mana rivoyat qilgan har qanday narsa mutawatir bo'ladi. Masalan, buni men sizlarga texmi aniq qilib bir misol shaklida tushuntirsam, mutawatirninki normalda bir qancha xil nima ta'rifatlari bor, ammo mo'tabar muxtor ta'rifatlari 10 odam deb shart qiladi, 10 odam. Masalan, bizning yurtlardan desak, mening 10 dona tunishim bor. Xotandan bir tunishim bor, Qashqardan birisi bor, Otishdan bor, Oqsuvdan bor, Korludan bor, Turpandan bor, Qumuldan bor, Qarmaydan bor deb 10 tunishim bor. Ammo 10 tunishim mening tunishim. O'zaro birisi bilan tunishmaydi. Men bilmay tunishmaydiganligini. Birisi bilan faqat qanday qilmaydi, aralashmaydi, ko'rishmaydi. Endi bir kuni tutsam, masalan, men sizlarga tushunish uchun bir misol shaklida aytaman. Menga bir xabarni bir yetkazdi. Xotinnikini tunishim telefon qildi, Qashqarga telefon qildi. 10 tunishimning hammasi menga telefon qildi. Bular birlashib olib meni ahmoq qilish, aldash ehtimoli nol. Chunki bular tunishmaydi. Men tunishgan bilan ular o'zaro tunishmaydi. Ammo hammasi aynı gapdan birini menga yetkazib o'tdi. Endi men ashulardan yetgan shu xabarda shu bilinamdim yo'qmi? Asla shu bilmayman. Hali o 10 kel bir 2-3 odam o'xshash gapni deb kelsam, ishonamiz endi unga. 10 dona odam eng aqallisi. Birisi bilan bir yerga tavatuhum degan gap bir yerga kelib olib deyishib olish mumkin emas degan gap. Boshqa shaharda o'xshamagan rayonlarda yashagan 10 odam o'xshash hadisdan birini rivoyat qilsa, hamma jihati tamoman o'xshash. Buni biz mutawatir deymiz. Hadislarga qo'yilgan o'lchamimiz shu. Qur'oni Karimning qiroatlarininki bizga naql qilib yetkazib kelishiga qo'yilgan o'lchammi, talabmi ham shu. Mutawatir degan shu qarindoshlar. Endi bu ulumul Qur'on kitobiga chiqa biz bak. Unga to'xtalmaymiz, balki hadis ulumul hadis darslarda tafsiliy o'qigan bo'lishi mumkin. Bu bizning bu kitobda o'qiydigan Qur'oni Karimning ta'rifoti haqidagi mazmunlarimiz saboqdoshlar. Endi Qur'oni Karimningki sifati haqida. Qur'oni Karimning sifati degandan Qur'oni Karimning ismlari deb turaylik. Qur'oni Karimning qancha xil ismi bor? Qur'onni qancha xil ataymiz? Masalan, balkim sizlar Qur'on o'qish jarayonida zalikal kitob, shundaymi? Furqon va boshqa ismlarni anglaysizlar. Normalda mushaf deb bir so'z bor arabchada. Burun anglamagan bo'lsak, arabcha o'rgangandan keyin anglagan bo'lishi mumkin. Mushaf degani bu Qur'on degan bo'ladi. Mushlarning farqini demakchi. Qur'on, al-Qur'on kama aslafda yuqorida deb o'tganimizdek Allohningki mo'jizlik kalomi va tushirilgan vahiysi bo'lib, nazala bihi ar-ruhul amin. Bu kitobni, bu kalomni Amin ruh, Jibril demakchi. Amin ruh, Jibril Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qalbiga ochiq arab tili bilan tushirgan. Nazala bihi, nazala tushdi, bihi ba bilan mutaaddi bo'lib, tushgan degan gap, ya'ni tushgan. Endi bu Qur'onni texmi tasvirlash, go'zal ifodalash to'g'ri qolsa, tuvandagi zaif hadisdagidek ifodalansa bo'ladi Qur'on. Zaif hadis deb akab qo'ygan sababi odatda zaif hadis emas, normal bir olim
Qur'onni en güzel şekilde tasvirleyerse buludu olmuş. Şuna okşaş Zeyb hadisdeki mezmun Qur'oni Kerimni tasvirlashda bek güzel chiqqan bo'lg'achqa Zeyb hadisini akiladi, lekin hadisning zaifligini billa qanday qilib qo'ydi deb qo'ydi. Zeyb hadislarga amal qiladigan bir qoida bor, balki sizlar bilishinglar mumkin. Zeyb hadislarni rivoyat qilgan vaqtda Rasululloh dedi deb turib rivoyat qilmaymiz. Zeyb hadisda mandaq keldi deb turib rivoyat qilamiz va Zeyb hadisning zaifligini deb qo'yamiz va bu Zeyb hadis halol harom ahkam haqida bo'lmaydi. Ma'noga o'xshash masalalarda bo'lsa bo'laveradi. Bu to'g'risida musalahul hadis kitoblarida ma'lumotlar bor. Bu Zeyb hadisda Qur'on buna tasvirlanadi. Anlayın, güzel tasvir bu. Qur'on bo'lsa Allohning kitobi fihi naba'u ma qablakum. Bu kitobda sizlardan ilgirikilarning xabari bor, xabarlari. Va xabaru ma ba'dakum. Sizlardan keyingilarninki xabari bor. Va hukmu ma baynakum. Aranglardagi ishlarning hukmlari bor. Qur'oni Karim hal qilguvchi, ayirg'uchidirki, chaqchaq emas. Val faslu laysa bil hazal. Yani quruq gap emas, chaqchaq emas. Men tarakahu min jabbar. Kimki Qur'oni Karimni qana qilsa, tashlayotsa, so'lab Allah uni vayron qasamahulloh degan gap vayron qiladi degan ma'noda. Masalan, bilini uzib tashlaydi degandek bir mazmun. Va man ittagal huda fi g'ayrihi. Kimki yo'lni, to'g'ri yo'lni uning boshqasidan izlasa, adallahulloh. Allah onu azdırıyordu. O Allah'ınki mustahkem ağamcısı ve huve hablullahil metin ve huve zikrul hakim hikmetlik zikir ve huve sıratul mustakim o olsun doğru yol ve huvellezî la tezigu bihil ehva o olsun şunu olan insanın hahişla, arzu, hevesle yoldan çıkıp ketmeydiğen bir kitap. La tezigu diyen gep telip ketmeydi, yoldan çıkıp ketmeydi diyen gep. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنَةِ Tilla unulan ilişmaydıgan bir kitap. وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَا Ulemalar onundan toymaydıgan bir kitap. وَلَا يَخْلَدُ عَلَى كَسْرَةِ الرَّدِّ Onu köp tekrarlaş bilen konurmaydıgan bir kitap. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ Onun acayibatları tükmeydigan bir kitap. وَهُوَ الَّذ۪ي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنْ اِذْ سَمِعَتْهُ وَاتَّقَالِ O şunda bir kitap ki cinla onu anlığa vakitta turanmasın mundaq dedi. Lem tentehi el cinnu iz semi'atu hatta qalu degan gap cinla onu anlığa vakitta iz semi'atu anlığa vakitta lem tentehi turanmedi hatta qalu ma gapni dedi degan gap yani Uyghur tilidagi turanmay ma gapni dedi. Ahirida mush gapni dedi degan ma'noda. Nimde cilla Kur'an hakkında inna semi'na Kur'an'ın acaba. Kur'an'ı tasvirleyemedi yani cilla. Andaqken bundaqken de meylik mesela biz bek mizlik bir narsa yep qalsak, başqalar qanıraqken təmin edilse onun acayip bir təmini biz tasvirlep beremeymiz yani. Nim deyimiz? O bek taqlıqken şunçilik en yuqori şekilde bek taqlıqken diyeleyimiz onun üstüde tasvirleyemeyimiz. Oxşaş cilla Kur'an-ı Kerim'ni tasvirleyemey nim dedi? İnna semi'na Kur'an'ın acaba acayip Kur'an'dan aldık dedi şu. Ondan artık gap kılanmadı. Çünkü tasvirligili söz yok. Söz acizgili deyin yap yani. Yahdi ile rushd doğru yolga yetekleydi fe amanna bi. Biz onu iman ettik. Cinmiş ne degen. Men qala bihi sadak. Kim Kur'an bilen sözlise rast sözleydi. Ve men amile bihi ujir. Kim amel kılsa ecir verildi. Ve men hakeme bihi adel. Kim ki Kur'an-ı Kerim bilen hüküm kılsa adillik kılgan buludu. Ve men du'ya ileyhi. Kim ki Kur'an-ı Kerim'e qana kılsa, çakırılsa doğru yolga qana kılınıdı, yetekleniді. Dep bu zayıf hadiste, gerçi zayıf bolsumu bu şekilde Kur'an-ı Kerim nayet güzel bir şekilde qana kılınğan tasvirlengen arkadaşlar. Endi ondan keyingi mazmun huludul Qur'anul Kerim. Qur'on-i Kerimninki mengüylüklük haqida. Bu Qur'on-i Kerimning mo'jizlik ifodalaridan birisi. Vel Qur'onul Kerim baqin ma baqiyat dunya. Qur'on-i Kerim
Dünya qilib qolgan muddatcha mangu qilib qoladi. Bakın. Yetahadda kulla avamilil ifna vel fina. Kur'an-ı Kerim yok qilish, ifna degan yok qilish deganga. Fina yok qilish ve yok qilishning bütün omillariga meydan o'qiydi. Yetahadda Türk tilidagi meydan o'qida bir gap bor ya. Ammo Uyg'ur tilida shu gapni deymiz hamda janglan qildi desak bo'ladi. Yo'qotish va yo'qolishning bütün omillariga jang e'lon qiladi. Ya'ni Qur'onni hech kim hech qanday qilib yo'qotolmaydi. Mangu saqlanib qoladi. Ma bugungi qadar saqlanib qolganligining o'zi buning intayin yorqin bir isboti. Buningga boshqa gap qilish hojatsiz. Reallikqa qarasaqlan bildirdiki, Qur'on bugungi qadar 1400 yildan buyon saqlandimi? Tamam bundan keyin saqlanadi. Va zalika ashu bihifzillahi lahu. Allohning Qur'onni saqlashi bilan bo'ladi. Va laqad tavallallohu tabaraka va taala hifzahu. Alloh subhanahu va taala Qur'oni Karimni saqlashga o'zi ega bo'ldi. Va falaqad degidagi fa meyadagi sababni ifodalaydi. Chunki masalan laqad ega bo'lgan qat ko'p hollarda pilning oldiga kelib lam bilan birga kelib qolsa qilib bo'lgan, etib bo'lgan, aytgan degandek bir ma'no ifodalaydi. Alloh subhanahu va taolo Tuvanik ayeti deydi, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun ayette. Biz Kur'an-ı Kerim'de düşürdük ve biz saklayımız. Yani Allah ve lem yekilhu ilen nas yahfazuhu. Kur'an-ı Kerim'ni kişilerge, şu kişiler saklaydıganğa tapşırmadı. Ve lem yekilhu ilen nas. Kur'an'ni kişilerge tapşırmadı ki yahfazuhu kişiler saklaydıganğa. Xuddi Allah subhanahu wa ta'ala ilgili kitabını qanday degeni şu bir gapimday. Tavrat, İncil, Zabur o'xshash kitoblarni o'z qavmi shu kitoblar tushgan qavmga saqlash vazifasini qanday qilgan topshirgan. Saqlayolgan muddatcha ularning zamon bo'ladi. Ammo Qur'onni Alloh subhanahu wa ta'ala qiyomatga qadar davom qiladigan ham dunyoda muayyan millat emas, bütün dünyadaki umum millet, rayon, zaman, makan, millet, ayırmasını düşürgen bu açıkça Kur'an-ı Kerim'ni insanlığa tapşırmagan Allah üzü iyi olgan. Mesela ilgili kitaplar hakkındaki mazmun doğrusu bir ayet var. İnna enzelna tevrate fiha huda ve nur. Biz Tevrat'ını düşürdük. Tevrat'ta hidayet ve nur battı. Yahkumu bihan nebiyyun. Peygamberler şunu olan qana qılatdı, hüküm qılatdı. Ellezine eslamu lillezine hadu. Yani Müslüman boğan peygamberler, yani boysunluğan peygamberler Yahudi oğallağa Müslüman arqılıq hüküm qılatdı. Ve rabbaniyune vel ahbar bimastuhfizu min kitabillah. Ula Allah'ın kitabından saqlash talab qilinganlar bilan degani Allah'ın kitabını saqlash ulardan talab qilingan. Ve kanu alayhi shuhada. Bular shuningga nimitde shahidlatdi degan oyatda saqlashning avlardan talab qilinganligi tilg'anadi. Undan boshqa Qur'oni Karimda ketyapmiz-ku, Qur'oni Karimning manguliklik omili, Qur'oni Karimning mangulik alohidligi, mangulik sifati haqida ketyapmiz-ku. Bima tadammanahu. Qur'oni Kerim öz içine algan her zaman ve her makandaki insanların bütün müşkillelerine boğan hikmetlik hal qilish çareleri sebeplik mazmununa qay tercüme qilay. Bima tadammanahu. Eğer bima tadammanahu degan ma'ne allazi ma'nosida qilsanglar, tadammanahu'ni kendiki silsi qilsanglar, Andikin el-hululul muhkeme. Mane A'nın mutaalliqat qilsanglar boshqa tarjima chiqadi. Ya unda qilmaymiz. Ma tadammanahu'daki min hulul muhkemadaki min ma'ning bayoni Doğanda bir vasıtalam Qur'oni Kerim öz içine algan hikmetlik hal qilish choralari bilan deplam asanglam bo'ladi mana şekilde. Hozir men sizlarga kelime ayırıp bir tercüme qilib beray. Her zaman, fi kulli zaman ve mekan, fi kulli mekan, her qanday zaman, her qanday makandaki insanның, el-insan, bütün meseleleri üçün, li kulli müşkilat, bütün meseleleri üçün hikmetlik, muhkemeşnama, hal qilish choralari minel hulul, özçüge hal qilish choralarini tadammanahu huzumir maga qaytidi min madan bayan bo'lg'achqa shuman hululul hikma tadammanahu huzumirning o'rniga kelib turib
özçü hikmetlerini, hal qilish choralarini öz ichiga olganlik sabablik deydi. Bimadagi ba sababni ifodalaydi. Qur'oni Karim qandoq bo'lib buni o'z ichiga ola oladi desa, va zalika ana shunda bo'lishi likamali shariatihi. Qur'oni Karimningki qonunning, ahkomlarininki mukammal bo'lganlik uchun. Mashta bo'lganlik sabablik Qur'oni Karim mangu qiladi deydi. Oldiga bog'lanadi. Chunki Qur'oni Karim samaviy kitoblarning eng oxirgisi. Bu haqda Qur'oni Karimda "El-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dinan." Bugun men sizlarga dininglarni mukammal qildim, sizlarga ne'matimni to'liq tushirdim va sizlarga islomni din bo'lishga nima bo'ldim, rozi bo'ldim degan mazmun shu. Endi mushu kitobning manguligining dalillaridan birisi min adillati xulud hadal kitabul karim. Bu Karim kitobninki mangulik dalillaridan birisi shuki, annal insoniyatga anani shuki, insoniyat qaltis ravoya degan gap qaltis narsalardan nihoyat ko'pni ko'rdi. Birlari chiqib bir narsa yozdi, hayron qolamiz. Birlarini chiqib bir narsa ijod qiladi, hayron qolamiz. Birlari chiqib bir nazriyalarni o'tirg'i qo'yadi, maftun bo'lib ketamiz. A'jaba biha an-nas hina min ad-dahr. Kishilar shu ravo'i qaltis nazriyalarga ma'lum bir davr hayron qoladi. A'jaba biha an-nas hina min ad-dahr. Ma'lum mazgil qattiq maftun bo'ladi, hayron qoladi. Thumma andin keyin lam talbas uzun o'tmayla hazihir ravo'i bu qaltis nazriyalar anbaliyatki hammasi ko'naydi. Thumma lam talbas hazihir ravo'i bu qaltis nazriyalar uzun o'tmay, lam talbas degan uzun o'tmayla anbaliyat hammasi qana qiladi, ko'naydi. Ma'bur turaqliq ibora savoqdoshlar. Lam talbas an kenidin pilmazi keladi. Bunu bu şekilde kurashtirib üzerine cümle tutsanglar bo'ladi. Uzun o'tmayla qana oldu, ölüp kaldı mesela. Lam yalbas an mat. Bunda misal ahım yoktu lekin aşına olmaz ki de. Uzun o'tmayla qana oldu, utuq qazandı. Lam yalbas an najaha. Uzun o'tmayla uxlab qaldı. Lam yalbas an nam. Bu şekilde. Vedama lam talbas hazihir rava'i bu nimeler qaltis nazriyat uzun o'tmayla anbaliyat hamiz qana qildi, ko'nirdi, katta dunyodan demakchi. Vastanfadat aghraduha uning maqsadlari oyoqlashdi. Istanfada tugudi, oyoqlashdi degan ma'noda. Va asbahat qit'atan min al-madi. U o'tmishdan bir parchaga aylanib qoldi. La tattasilu bihadirin nas bi sabab. Kishilarningki buguniga hech bir sabab bilan bog'lashmaydi. Yoki ayakun qad sahiba alayha an-nisyan bi zaylihi. Untush o'zininki quyruqini, zeyl quyruq itak degan ma'noda itkini buningga so'rgan bo'ladi. Falam ya'ud laha wujud al-itlaq. Uning hech mavjudiyati qolmadi mutlaq. Falam ya'ud laha wujud. Uning hech mavjudiyati qolmadi mutlaq. Mushu falam ya'ud mutlaqlik ibora bayatındaganimdek falam ya'udning keyniga har qanday narsani qo'shib bir turaqli ibora tuzalaysizlar. Masalan, u endi bizning boshlig'imiz bo'lmay qoldi. Falam ya'ud ra'isan lana. U endi unchalar burunqidek zirak bo'lmay qoldi. Falam ya'ud zakiyan kama kan. U ilgirikidek zirak bo'lmay qoldi. U o'qiyamaydigan bo'lib qoldi. Falam ya'ud yaqra. U mağanmaydigan bo'lib qoldi. Falam ya'ud yamshi. Bu şekilde ifodalangan turaqli ibora bu şekilde qo'llansanglar qana qiladi bo'ladi. Ya'ni demakchi o'g'ini dunyoda nurg'un ishlar chiqib turadi, uzun o'tmaylam ko'naydi. Masalan, siyosiy jihatlarda Chingizxonlar maydoniga chiqdi. U zaminning mashriqdan mag'ribgacha butun egalladi Mo'ng'ullar. Mana bugun kunga qaranglar, nada qoldi u Mo'ng'ul hamda bugun? Bir zamonlarda davrin chiqdiki, inson maymunun yaratilgan deb dunyoni ma'lumotdan qilyapti. Bugun kunda Darwinchilarning o'zimi u gapni deyishdan xijil bo'ladigan bir yerga keldi. Shunga o'xshash saboqdoshlar. Dunyoda nurg'un narsalar o'tirib qo'yiladi, nurg'un nazariyalar o'tirib qo'yiladi, nurg'un prinsiplar e'lon qilinadi. Voy, demigan gap qolmaydi. Hayron qolamiz, voy palon pul qarasak yo'q atse masalan.
Kem turihat hulul. Nurgun hal qilish choralari o'tirg'a tashlanadi. Ve kem uridat nazariyat. Nurgun nazriyalar o'tirg'a qo'yiladi. Uridat. Ve kem u'linat mabadi. Nurgun prinsiplar e'lon qilinadiki, iddaat qudrataha ala hal mu'adalatil hayat. Hayotning qiyinchiliklarini hal qilishga qudrat yetadiganligini da'vo qilib deydi. Ammo valam talbas. İbadetten turaklı ibare şu. Men endinkin pilmazi kildigen emasma. Velem telbes en acizet. Uzun ötmeyle hemmisi aciz oldu ve efleset veyran buludu ve tavaret hemmisi yokaydı. Velem yaud yazkuruha ahad. Yine bayat mağamı bayattan turaklı ibare şu. Velem yaud yazkuruha ahad. Hiç kim tılga anmaydıgan bop kalıdı. Hiç kim tılga anmaydıgan bop kalıdı. Mana ehval şu. Emmel Kur'an-ı Kerim, ama Kur'an-ı Kerim o zamanlarının ahir ile ebedil dahr degan gap zamanlarning mengüsigacha mengü saqlanib qoladi Halid degani. Ve yeni hayat turduki el-jadidullazi bunun yeniligi zaman qanchalik o'tsin, taqaddama zaman degan zaman qanchalik o'tsin, mahma degan gap qanchalik taqaddama o'tsin, zaman qanchalik o'tsin la tabla ciddatuhu ki ona yeniligi konurmaydı. Bunu biz Müslümanlar obdan bilimiz. Hala o kadar İslam dünyasını veyran kıldı. Siyasi cihette, iktisadi cihette, harbi cihette İslam dünyasını o kadar hücumlarını kıldı. Fikri cihette İslam dünyasını o kadar malumatını kıldı. Ama Kur'an hala üzünü qanaqıvatıdı, saqlavatıdı. Hem de Kur'an-ı Kerim'ninki bizning tilimizni saqlashdagi roli ve bizning ummatimizni mavjudligini saqlashdagi roli. İbqa degan gap mavjudligini saqlash degan ma'noda. Laqad marrat ala ummatina xilala usur tarixiha. Madamda mavoliqi normal sardiy gap bo'lg'achqa, bayoniy gap bo'lg'achqa men biroz tezroq deyishim mumkin. Chunki asosiy masalalar yo'q bu yerda. Shuni tezroq o'tib ketamiz. Belki ikinci paslagacha akavasakin bo'ldi yoki o'rtada vaqt biroz qistab qolsa, qana qilsam bo'ladi, to'xtatsam bo'ladi. Tamam. Qur'oni Karimning bizning tilimizni saqlashdagi roli va ummatimizning mavjudligini saqlashdagi roli. Laqad marrat ala ummatina xilala usur tarixiha. Ummatimizningki mol hafil degan gap to'shaq mol tarix asrlari jarayonida bizning ummatimizning ustidan eyyam qasiyalar o'tdi. Ya'ni qattiq kunlar o'tdi va nakabat sud nayt ig'ir darajada musibat qiyinchiliklar o'tdi. Sud qara desanglar bo'ladi, katta desanglar bo'ladi. Va kana biladuha ummatninki shaharlari, davlatlari vahshiy, hamaji degan vahshiy degan vahshiy do'lqinlarga nima bo'ldi? Nishon bo'ldi. Bu vahshiy mavjudotlar, do'lqinlar hamma narsani vayron qildi. Misol bir gap bor yana, turoqli ibora. Buni akilib harsi degan etiz degan gap, nasl degan gap, etizlarni, naslni desanglar, bexilalik quruq chiqib qoladi gap. Asli buni degan gap desanglar, raqamlar turkli bir gap bor ya, tosh ustida tosh bırakma deydigancho. Ya'ni hamma narsani yiqib yoqdi degan gap hisobda. Hars etizni ko'rasiz, nasl jonliqni ko'rasiz. Ya'ni jonliq, jonsiz banasining hammani vayron qildi degan gap hisobda. Ve demmarat kulla mazhar min mazahiril hadarat. Medeniyet ko'rinishlaridan her ko'rinishlarni vayron qildi. Qarasangiz bizning vatanda bugunning o'zida bo'layotgan ishning o'zi tam mush ishlarningki o'zi navbat bizga o'xshaydi. Ve kanat hadihil bilad bu shaharlar, bu davlatlar ta'isha amya degan gap shu qalaymaqon, tartibsiz bir shakldagi qarg'ulacha fitnelarninki sahnasi bo'ldiki, emin kishilarning hammani qo'rqitdi bu fitna va gullanish muqimlik sabablarining hammani yo'q qildi. Bu davlatlardagi hukm uzun tarixlar jarayonida ajam turlarning qulig'i o'tdi. Yani arabchani o'qimaydi. Ularning ko'pinchisi arabchaga rahat emas, ya'ni arablarga nisbatan rahat emas demakchi. Ummatningki avlodlarini butunlay nadonlik qopladi. Amma degan gap qopladi. Jahl, mutabbaq degan gap butunlay nadonlik degan gap chunma. Mutabbaq umumyuzlik degan gap.
va nayt echinishlik savodsizlik ummiya 5 echinishlik savodsizlik qopladi. Shuning bilan fasarat ummatuna ila tafarruq wal hawan, bizning millat, bizning ummat bo'linish va xorliqqa o'zgardi. Asara balkim o'qigan bo'lishi mumkin, berib to'xtadi degan gaplar. Ashaga berib to'xtadi va bizning tilimiz ojizlashish va inhilol degan gap yo'q bo'lish degandek ma'noda ikkilisi ojizlash hisobda ojizlashga duch keldi. Agar anna hadallazi zakarnahu, biz yuqorida tilg'agan mush ishlar boshqa bir ummatda, boshqa bir millat yuz bergan bo'lsa, o millatninki shamili ketib qoldi. Shamili ketib qoldi degan gap dunyodan yo'qoladi degan gap hisobda. Wala in qaradat lug'at va uning lug'ati munqaraz bo'ldi. Lekin bu Qur'oni Karim bizning mushu ummatga, shu ummatning mavjudligini saqlagan bir amin, haris holatda, amin qo'g'dug'ich holatda qolib qoldi va ummatning mavjudiyat asosi va kimligini, zotiyat degan gap kimligini qo'g'daydigan bir amin, haris holatda qolib qoldi. Ummatning lug'atini, tilini zayo ketishdan saqladi. Agar Qur'on bo'lmagan bo'lsa, valavlahu Qur'on bo'lmagan bo'lsa, arab tili butunlay yo'qotdi va mushu davlatlarni, bu davlatning aholisini avqat tavila uzun zamonlar qoplagan, g'ashiyat qoplagan hatikil kavartin gap shu krizislar jarayonida, xilal jarayonida bu til zobat irib ketdi deydi. Hatik balki malaqi asmaul ishoratlarning ichida ko'rgan bo'lishi mumkin. Shu degan men til ma'nosida ya'ni. Innana lanastati'u an nuqarr bi kulli thiqa va quwwa. Biz nayt bütün ishonch va bütün kuchimiz bilan shuni muqarrarlashtira olamizki, annal arablar madaniyat sho'tisida taraqqiy qilgan vaqtida va u madaniyatning taraflarida ijodiyatlarni yaratgan vaqtda abda'u ma abda'u fi jawanibiha degan gap shu madaniyat taraflarida ijodiyat yaratgan vaqtda abda'u ma abda'u degan gap arab tilida bunday ifodalash va kataba ma katab bir muncha bir narsani yozgan vaqtda akala ma akal yeganlarini yegan vaqtda shunaqami mana shaklda abda'u ma abda'u degan gap shu ijodiyatlarni ijod qilgan vaqtda degan gap ya'ni shu madaniyat taraflarida ijodiyatlarni kashf qilgan ijod qilgan vaqtlarda وأن القرآن هي لغة القرآن وأن اللغة العربية هي لغة أشتغل قاعن أهوالda bizden çıkardığı hükmümüz nimo dese Arap dili Kur'an'ın dili Kur'an Arap dilininki mengülük davamlışının sebebi ve ulanın mevcutluğunun nemesi sebebi. Hada gap şu وقد أدرك أعداؤنا bizden düşmanlarımız aşını tunup yetti. Edrake deyen gap bilip yetti, idrak edip yetti deyen gap. Şunu bilen feca'alu muhimmetahumul ula. Ular o'zining birinchi vazifasini musulmonlarning ballarını Qur'ondan yüz öğretish qildi deydi. O'ylab boqinglar. Mush gapning asosi bor juma. Bizning vatanda bizning eng chong qilgan ishimiz nima desa, qorong'u uylarga kirib, kichik bir shapaq do'pini kiyib olgan taliblarga Qur'on o'qitish bo'ldi endi. Özünü o kadar güçlük sanıgan düşman muşnama bulanmadı. Nima uchun bilamizlar savoqdoshlar? Chunki bugun aşı qorong'u uyda Qur'on o'rgangan ash-shafaq to'bi talib kelgusida bir davlatni yiqishi mumkin. Ashuni biladi shu. Bularga tahdid yana birlaridan kelmaydi. Faqat o'zining dinini, madaniyatini, qon-qiniga tumurga singdirgan aş ko'zga ilinmaydigan heliqi oddiy qorong'u uylarda o'qigan heliqi bechora talibdan keladi. Shuningdek bularning e'tiborini qattiq tushirishga urinadi. O'zimizning odamlarimiz qo'shab bila tushirish birimiz endi. Eng to'n qatlamga bularni nisbat beradi. Ammo bularni yo'q qilishda faqat kuchni ayamaydi. Buni yo'q qilishga ixtisos sarf qilishdan to'xtab qolmaydi. Qanda bedel olsun tüleydi. Nimişqa bilemizler? Düşman tuluq tunup yetiduki düşmanı yok kıldığı Allah düşmanlarının düşmanlıkını vücuduğa, kan qiniga singdirganlar oldu. O kim o dese del Qur'onninki soyisida yaşagan kishilar, Qur'onning buluqidan tashnaligini qandogan kishilar, Qur'onning ta'limotlarini vücuduğa butunlay singdirganlar. Bugun ko'zimizga
en addi yaramaz bir talip şekilde kuransun, yeni bir narsa şekilde kuransun, yeni bir narsa şekilde kuransun, düşmanga tusal olduğun birinci demle şu oldu, qağal emas. Düşman qağan narsani qo'rqmaydi. Bir odamni vujudiga din singmay, millatning madaniyati singmay, vazifa singmay, shunama düşmanning düşmanligi singmay, qanchalik oliy ma'lumotliq o'qib kelsin va yoki boshqa jihatlarda taraqqiy qilib kelsin, asla bundan qo'rqmaydi. Chunki mana bir gap bor, kallangizda aniq tutib olinglar. Dunyoda o'xshash tilda so'zlaydiganlar birlashamaydi, balki o'xshash ideyaliklar birlashadi. Birlarining tili, yana birlarining tili bilan bir yerdan chiqmasin, birisi yana bir tilda paran qilsin, yana bir tilda so'zlasin, ideya o'xshash bo'lib qolsa, bo'laverdi. Düşman maqsad nima desa, düşmanning tilda so'zlamasak ham bo'ladi. Ammo düşmanning ideyasi bilan yo'g'rilsa ham bizning kallamiz düşmanga nisbatan yetarli. Shuningga düşman har qancha o'qib professor bo'lib kelsin birisi, ideya jihatda o'zidan o'xshash bo'lib qolsa, u uyg'urcha so'zlasin, yana bir tilda so'zlasin, düşman qo'rqmaydi undan. Ammo düşman nimadan qo'rqadi desanglar, düşman bilan ideya bir bo'lmagandan qo'rqadi. O'zini vayron qildiganlarning kimligini biladi ular. Qudratlik Fir'avn bugun tug'ilgan yoki mush yilda tug'ilgan bir kichik balaning o'zining toji taxtini vayron qildiganligini qana qilgan tunib yetganday, bugun eng qudratli hisoblanadigan masalan dunyoda biz eng taraqqiy qildik deydigan kishilar shu bizdek ojiz odamlarningki o'zini vayron qildiganligini qana qiladi, biladi. Shu nuqtadan biz u qadar ojiz ko'rinamiz. O'zimizning odamlar tarafidan yaratilmayapmiz. Ya'ni va mush odamlar davatidi bizni, diniy o'quvchilarni, diniy kishilarni, ammo dushman biladiki, dushman vayron qilganlar mushlar. Chunki ummatligini saqlab qolgan narsa Qur'on. Qur'on kimning qo'lida bo'lsa, kimning zihniyatiga singan bo'lsa, vujudiga singan bo'lsa, shu ummatni saqlab qoladi. Ummatni saqlab qoladi deganlikning o'zi dushmanni yo'q qildi deganlik, boshqa narsa emas. Bizning faqat bir tanlashimiz bor. Ya biz, ya dushman. Biz dushman bilan billa malzemani ustida mavjudlab tura olmaymiz. Shu dushman kuchaygan vaqtda biz ojizlashimiz, biz kuchaysak dushman mutlaqo ojizlashadi. Undan keyin ya biz kuchayishimiz kerak, ya dushmanni ojizlashtirish kerak. Ikki kishining birini qilmay olmaydi. Biz dushman bilan billa tang o'xshash mezonda yashay olmaymiz. Bu qonuniyat bu chu. Gap boshqaga chiqib qoldi saboqdoshlar. Tuvandagi abzasda bir gap bor deydi. Ya'ni Al-Ghara ala al-alam al-islomiy degan kitobda tuvandagi abzasdagidek bir gap kelgan. Ya'ni islom dunyosiga hujum degan kitobda mata tawara al-Qur'on, Qur'on qachon yushurinsa, ya'ni Qur'onning roli yo'qsa, mana bir nuqta muhim akalantirma. Makka, Madina Arab davlatlaridan qana qilsa, yo'qolsa, ya'ni Makka Madinaning roli yo'qolsa, yumkinuna shu vaqtida biz bir Arabninki deydi. Uningdan yiroq bo'lmagan yatadarraj fi sabilil hadara allati lam yab'udhu anhu. Uningdan yiroqlashtirmagan bir madaniyatga cho'nqurlab mengib ketganini ko'rimizligini biz xohlagan boshqa yerga mang'alaydi. Illaki Muhammad va kitobi degan gap. Buni shu madaniyatdan lam yub'idhu anha, buni shu madaniyatdan Muhammad va Muhammadning kitobi sallallohu alayhi vasallam kitobni yozgan odamlar boshqa odamlar o'qishga shu Muhammad va Muhammadning kitobi deydi. Qur'on demakchi. Muhammad va Muhammadning kitobidan boshqa illa degan g'ayri ma'nosida har qanday bir narsa yiroqlashtirolmaydigan bir madaniyatning yo'lida cho'nqurlab kirib ketadi. Biz bu shu gapning aynısini deya olamizki, qachon Qur'on bizning millatning vujudidan, tushunchasidan yo'qolgan kunisining atisi bizning millat ashta yo'lga kirdi. Hozir ko'ryapmiz saboqdoshlar, ancha-muncha ijtimoiy taratqularga, Facebooklarga qarab qo'ydigansizlar, bizning millatmo xil bir yerga ketib boradi. Diqqat qilsanglar, bizning millatning qaysi xil shakldagi kishilari boshqa yoqqa ketib boradi, qaysi xil shakldagi kishilari boshqa yoqqa ketib boradi. Qarasanglar, tahlil qilsanglar, nazar tashlasanglar, shu vaqtida millatni dushmanga qarshi yo'lda
Düşmanga qarshi yo'lda, düşmanga qarshi jihad qilish yo'lida nimaning tutib tura oladiganligini shu vaqt tushunib yetalaysizlar. Shuni tushunib yetgan vaqtingizda bizning bugun qanday badal ketishdan qat'iy nazar nima qilish vazifamizning nima ekanligi, ustimizga tushgan eng muhim ishning qaysi ekanligini shu vaqtda mencha tushunib yetalaysizlar. Bugun ham vaqt munosabati bilan darsimiz mishada to'xtasin. Kelasi soatda inshaalloh Al-Qur'on asosul isloh va sababun nahda wal majd va huwa dusturul muslimin degan cho'ng temadan boshlaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.